Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Kursini davom etamiz. Bugun kimning degan so'zni o'rganamiz. Rus tilida buni chi deb nomlashadi. Женский rodda, средний rodda va ko'plikda ham ishlatishadi buni. Buning uchun bizga o'sha rodni bilishimiz kerak. Masalan, женский rodda oxiri aya bilan tugaydi. Мужской rod undosh bilan tugaydi. Agar mужской rod undosh bilan tugasa, so'zimiz chey deb aytamiz. Masalan, chey kompyuter. Женский rodda tugasa, значит oxirida unli bilan tugasa, aya bilan tugasa, chiya deb savol beramiz. Yoki средний rodda tugasa, oy bilan tugasa, masalan oy bilan tugasa, chiyo deb savol beramiz. Ko'plikda esa lar degan qo'shimcha bo'lishi mumkin. O'sha so'zning oxirida masalan ruchki, masalan kniги bo'lsa, bularga biz chi deb o'sha savol beramiz. Masalan, kompyuter haqida eshitgansiz, значит oxirida undosh bilan tugaydi. Chey kompyuter. Kompyuter, printer, masalan r bilan tugaydi oxirida. O'sha undosh bilan tugashiga qarab o'sha savol berishimiz kerak. Lekin ba'zida o'sha qoidalari bor. O'zini albatta men o'sha gruppaga, o'zimning gruppamda Telegram gruppalarga yozib qoldiryapman. O'sha to'liq ma'lumotni olishingiz mumkin. Женский rodda ham o'sha aya bilan tugagan so'zlarga chiya deb savol beramiz. Kimniki? Masalan, ruchka, chiya ruchka. Yoki vilka, chiya vilka. Masalan, o'sha so'zlarni biz o'sha ishlatishimiz mumkin. Chiya vilka, chiya ruchka deb o'sha aytishimiz mumkin. Средний rodda esa chiyo deb aytamiz. Значит, oy bilan tugashi kerak. Masalan, litso, yitso degan so'zlarga masalan oy bilan mori, masalan, balkimda o'sha so'zlarga kelib chiqqan holda o'sha chiyo deb aytishimiz mumkin. Chiyo litso, masalan chiyo yitso. O'sha ko'plikda chiyi deb savol beramiz. Masalan, ручки, чьи ручки, карандаши.